Balının qo'squli %100% qutuvaliqinin tipik ifodasi. Abdumjit akam şu küçük ballarda uxlab ötüp dişini gıçırlı tutkan ahval varken, muşu qanday iş, muşunu bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Bo'pti. Endi shu bolalarimiz shunchalik obdan beqavossaqma bolalarimizga. Shunda tomoq obdan bo'lib ketgan taqdirda ba'zan bolalarninki faqat samamaydi, faqat bo'yi o'smay, yo badaniga go'shilmaydigan ahvollar bor. Balkim bu bolalarni inchki kuzatib baqsaq, qo'squl qutuvaliqning ifodasi. Endi sizlarga bir narsa o'rgatib qo'yay. Ash bolalarninki o'zida to'tiy madda yoki bo'lmasa shu madda qurt kasalligi bo'lsa, bolalarda ikki xil alomat ko'riladi. Birincisi bolalar uxlagan vaqtida tishini g'uchilatishi mumkin. Buma balkim qo'sqida shu uchayda qurt borligining ifodasi. Ikkinchi birisi doim bunni ko'chilaydi. Kichik bolalar bularni ta desam doim qo'lida bunni ko'chilaydi. Amaliyotda bunida bir narsa yo'q, faqat qichishqanligi sababidan bog'liq. Bu qichish nima bo'ldi desak, dal uchaydagi qurtning sababidan kelib chiqildi. Bunda qo'sqida qutib bolalar doim bunni ko'chilaydi. Uchinchi bir alomat nima degan chog'da, eng aniq alomat mushu bolaninki ko'zining eqini bunda zang'ini tutib turib, menda qalat qilsanglar, mushu ko'zininki eqida qaramtul dog' ya qaramtul siziqchilik paydo bo'lib qolgan bo'lsa, bolaning qo'squli %100% qutuvaliqning tipik ifodasi. Buni bolani doktorxonaga olib borib, tartib tekshirish orqali qaysi tipdagi qurt ekanligini uqib, shuning asosan dori bersanglar, 2-3 kun ichida bolalarning ahvolida tamoman yaxshilanish bo'lib ketadi. Lekin u bolalarningki dorini bolalar yigilinimida, men o yerlikcha qilib baqdim deyman, dorixonalarga kirsanglar bor. Ayşe doğruxandan kuchurtgan doğru desanglar doğrugar apırdı. Ayşe onu balaga yugizib qilib qo'yarsanglar 4-5 yoshli boladan boshlab 8-10 yoshgacha bolalarni hammasiga maskali beradi. Shuni yugizib bolalarniki qutdan buraq qutulib sog'lom bir sifatli uchay muhitiga ega bo'lishni umid qilaman. Nima qiladi desanglar, bularni qizlarningki shu madda qurt tutiy madda kasallik bo'lib qolib qolsa, bu shu qurtning o'zi maqatning atrofiga chiqib tuxumdigan ekan, bu qurt ashati qurt lechinkilari balkim kichik go'dak qizlarimizdagi jinsiy yo'lga chiqib, jinsiy yolg'onni keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Uningdan bilan 3 oydan oshqozon, hatto jigar tarafga, hatto ming tarafga o'tib ketib, jigar qopli qurt kasalligini, hatto ming qopli qurt kasalligini keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. Shunga ota-onalarimiz, shu kichik qizlarimiz yoki kichik bolalarimizdagi shu o'xshash kichik oiladagi tishni ko'p g'uchurlatish, bunni to'liq ko'chilash, ko'zining iqida shunday qaramtul dog' yoki bo'lmasa chikitlarning paydo bo'lib qolishi, darhol shu vaqtda doktorxonaga olib borib, bolalarni munosabatli tekshirishlarni olib, zodi qo'sqida qurt bormi yo'qmi, shuni uqqandan keyin mushuning asosan munosabatli davolashni olib berishinglarni umid qilaman.